Ma katta savdo markazlari bor, bilasizlarmi? Anaqa targovut sentrlar. Men o'shanaqa joylarga qachon kirsam, hech qachon kirgan teshigimni topib chiqa olmayman-da. Hech qachon kirgan eshigimdan qaytib chiqmaganman. Har doim adashib qolaman. Kiraman, aylanib charchab ketib, choy ham ichaman u yerda topa olmaganimdan. Oxiri bitta teshik topib chiqib ketaman. Ko'proq parkovkaga chiqib qolaman. Adashib bu yerdan bu yerdan xullas. Yana bilsanglar, ularning ba'zilarida eshik tagida mana garderobi bor. Kurtkangizni yechib kirib keting, o'zingizni anaqa his qilishingiz uchun. Yo'q, men kurtkamni yechib kirib ketsam, to'shni o'zimni yaxshi his qilmayman u yerda, chunki men u yerda topib kela olmayman qaytib. Basseynga kirib ketayotgan bo'lsam ham kurtkamni kiyib kirib ketaman. Bu yoshligimdan o'tgan bo'lsa kerak, men yoshligimda ham bozorda yo'qotib qo'ygan, keyin topib olib urgan. Mana gapni ritmiga moslab chaltayganmisizlar hech haligi? Qaga ketib qoluvding deb uradi-yu. Uchta gapga to'rtta kaltaydim siz. Gap qaytarma deb yana ikki turib qo'yadi.